Assalomu alaykum kuzatuvchilar, Gipsa blog ishqibozlari, Mashhurat Ergashev Gipsa blog bilan shug'ullanaman, daromad qilaman. Yana navbatdagi dastavkamizni Namangan viloyati Hazrat Shohga jo'natyapmiz. Mana yuklab bo'ldik. Hozir chiqarib yuboramiz mashinani. Soat ertalabki 10, xudo xolasa, obyektga yetkazib borishadi birlarga. Ko'p savollar bo'ladi, aka, blogda razmeri necha, sifati qanaqa deydi. Sifati juda ham oliy, mana qurib yotibdi. Razmeriga kelsak 60, 30, 20 bo'ladi. Uy qurish uchun juda ham zo'r. Bunda qumshuvoq bo'lmaydi. Qumshuvoqni o'rniga bir silo kafil kelib tortib turib, bemalol tashqarini traventin, ichkarini aboy qilib borsa bo'ladi. Bir silo kafil kelib suna shpakilovka. O'sha qumshuvoqni rasxotiga bemalol remonti bitib ketaveradi. Mana shu jo'natayotgan joyimiz xudo xolasa 3-ob'yomimizga jo'natyapmiz. Bu 3-ob'yomimizga yana 2 reys jo'natsak bitadi. Agar kimgadir shunaqangi sifatli gipsa blok kerak bo'lsa, ekranimiz ostidagi telefon raqamlariga telefon qilishlari mumkin. Hamda bitta like, podpiskasini bosib qo'yishni unutmanglar. Hamisha sizlar bilan biz. Sog' bo'linglar, salomat bo'ling.